Assalamualaikum hurmatli fuqarolar, sizlarga erkak kurashimizda xizmatimiz kurashuvni o'tkazganimizdagi maqsad o'zimizsiz fuqarolarning bandligini kreditlarga o'z-o'zini bandlik ta'minlash. Bunun uchun bizlarda kredit turlarimiz var da bizlarda mahalla loyihasi, biznesga birinchi qadam, biznesga ko'mak degan kreditlarimiz var. Endi biznesga ko'mak degan kreditimiz 4 yil muddatga beramiz. 25%dan erkek adam uchun, ayol adam bo'lsa 23%dan 6 oylik imtiyozli davri bor. 6 oylik imtiyozli davr deganda bu tek 17 million olsangiz 17 million, 15 million olsangiz 15 million. Bu algan summangizga tek faiz chiqadi 25%dan. Tek son to'lab turasizda. Masalan, siz chorvachilikda shug'ullanib o'tirsangiz, chorvachilik masalan savunsangiz, hazırda savun, üstünü satıp aylandıraman degan şey imkoniyatda, yamasa mal alıp, sonra semirtip sataman degan şey imkoniyatda birden kelib fuqarolarni o'ylab tashlamoq uchun. So'ng uchun imtiyozli davr degan so'z. Odan boshqa yana ulkan kreditimiz bor, 50 million kreditimiz bor. Bu 5 yil bor. Ular shunday shartlarda, onun biroq imtiyozli davri 2 yil, 6 oy emas, 2 yil bo'ladi.